yana больницада emergency degani скорая помощь, tez yordam. Mana tez olib kelishdi, mana ko'ryapsizlarmi? Naryoda xotinim, o'g'lim nima bo'ldi deb so'rasanglar, xullas kecha haligi akkumulyatorni zaryadkaga qo'ydim, o'sha yonib ketdi garajda. Yonib ketdimi, shu bilan tutab ketdi garaj. Yo'q, garaj yongani yo'q, lekin o'sha akkumulyator yonib ketdi. Qizim o'sha olovni ko'rgandan keyin anaqaga telefon qildi, o'sha haligi pojarniy anaqaga, sistemaga telefon qildi-da. Ular bilan ikkita tez yordam, politsiya deysizlarmi, pojarniklar hammasi keldi. Endi men o't o'chirdim-da, o'sha ichkarida garaj ichida sal tutab ketdi. Lekin anaqaga garajga ziyon bo'lgani yo'q. Ozgina tutab ketdi-da, o'shanga hozir bular aytdi, "Yo'q" dedi, "Sizlarni hammanglarni" dedi, "Kim garajda oldida turgan bo'lsa ham, ichkariga kirgan bo'lsa ham, tez yordamga olib ketamiz, gospitalga, o'sha больницаga olib ketamiz, sizlarni tekshiramiz" dedi. Mana o'g'lim, man ko'ryapsizlarmi buni? Anaqani. Xullas, normal bo'ldi. Hammasi anaqa, nima desam ekan? Aytmoqchimanki, bularni odamga nisbatan xatti-harakatida. Mana shunaqa do'stlar. Davlat agar fuqaroni o'ylasa, shunaqa harakatlar qiladi. Rahmat. Do'stlar, rengenni qo'ydim, tepamdan rengen oldi-da, hozir orqamga bittaligi. Nimadan taxtani qo'ydi-da, men proparamda rengen turibman, ko'rasizmi? Rengen olib, anaqaga texnika. Endi menda birinchi marta bu narsa bilmayman endi. Oldin esimda bor, qanaqadir shkop ichiga kirardi, rengen olardi. Bu yerda esa ana shu siyotaman, rengenni ham oldi, qonni ham oldi, xullas, hamma joydan tekshiryapti-da. Nimagaki, asosiy o'sha litiy-ionli akkumulyatorning batareya yongani uchun bizani tekshiryapti. Mana постоянно mana bu yerda qon bosim hammasini tekshiryapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunaqa gaplar. Timur так deva. O'g'lim Timur yotibdi. Привет, скажи ребятам. Ma. Ko'rdinglarmi? Xotinim naryoda. Xullas o'sha salla o'sha akkumulyatorning batareya yonganda hidi tutuni chiqqanda o'shanga xullas ikkalamizani qizim uyda qolgan, chunki qizim anaqa yaqinlashmagan. Shuning uchun ikkalamizani xotinim suv tashigan, men xullas ichkarida olovni o'chirganman xullas. Endi katta olov bo'lmagan, lekin barbaram-da, men hayronman-da. Ikkita tez yordam mashinada kelishdi, pojarniklar kelishdi, politsiya kelishdi-da, yana hozir mana shu yerda biza manaqaga больницаga olib kelishdi. Tekshiryapti, qon olishdi xullas. Yurak bunaqa tishimlarni qo'yib o'tirib, o'zimni robot deb hisoblayapman hozir. Bir xilga O'zbekistonda tez yordam ham yetib bormaydi. Eshitganman. Ko'p odamlar bu to'g'risida gapiryapti. Tibbiyot yordami bizda juda ham past. Juda ham past. Shunga hayronman-da. 21-asr. Shunaqa do'stlar. Shunaqa tibbiyot O'zbekistonda bo'lishini xohlayman. Juda ham xohlayman. Rengen. O'g'lim rengen qo'ydi. Ko'rasizmi? Yotgan joyida. Mana sizlarga servis. Mana hozir bizani boshqa xonaga olib ketishyapti. O'sha palataga. Yana 2 soat dam olar ekanmiz. 2 soat dam olar ekanmiz. Xullas, mana hammamiz ham o'sha yerda bizga zavtrak berisharmish. Zavtrak. Lekin bitta narsa aytaman do'stlar. Hammasi bepul. Chunki Norvegiyada biz soliq to'laymiz. Mana do'stlar, palataga olib kirishdi. Endi palatada 2 soat kutasan dedi. Lekin mana qayerga keldim men. Bu yerda shunday narsa bor ekan. Haligisi. Ovqat yeydigan joy. Xohlagan narsani olib yeyish mumkin. Mana bu yerda non, choy deysizlarmi? Mana bu yerda sir, sut, qatoq, sok, любой narsa mana bemalol olib, hamma narsa bepul do'stlar. Men bitta kofe oldim. Kofe oldim mana. Mana bitta palataga qo'yishdi. O'g'lim bilan xotinimni boshqa palataga qo'yishdi. Endi yonma-yon to'g'risini aytsam. Ana shu yerda o'tirib, kofe ichib, mana bu televizor bor, ha. Ko'rasizlarmi? Takoy. Odamlar uchun qilingan joy. Mana yo'qni elektron yopishtirib tashlagan, hali telefonga o'xshab qoldimi, to'g'risini aytsam, zaryadka qilishdi. Yana ko'rasizlarmi, qon olishdi xullas. 2 soatdan ularni hali arteriyadan qon olishdi, oddiy venadan qon olishdi, o'shalarni tekshirar ekan, xullas 2 soatdan keyin uyga ketsanglar ham bo'ladi. Kechasi shu yerda qolamiz. Shunaqa gaplar do'stlar. Hammaga sog' salomat. Xullas, Norvegiyada agar yotadigan joy bo'lmasa-chi, tez yordamga telefon qilasan-da. Endi bu hazil qiluvchi. Yotadigan joying ham bo'ladi o'sha kechasi. Undan tashqari ana yeydigan ovqating ham tekin bo'ladi, bepul. Mayli bu hazil. Hammaga sog' salomat. Yana birov.